Ayol kishini oziq ovqat bilan, yemoq ichmog'i bilan, kiyim bosh, ya'ni kiyim-kechak bilan ham ta'minlab berishlik erkak kishining nimasida bo'ladi, zimmasida bo'ladi va bu ta'minlab berishlikda erkak kishi ayoliga minnat qilishlikka haqqi yo'q shariatda. Mana men olib berolman kiyimingni, mana ovqatlantirib qo'ydim-ku, deb turib haligini minnat qilib yuziga solishlikka nimasi yo'q? Haqqi yo'q, chunki uni vojibi hisoblanadi erkak kishining. Uyni qurdingmi? Bo'lmasin, olib kelmasin hech narsani. Bitta gilam bilan ham yashab o'tib ketgan odamlar. O'zimizga Alloh beradi albatta. Mana shunaqangi holatda yashashlik kerak. Yoki bo'lmasam ko'ramiz. Ayolni ota-onasi qizini uzatgandan keyin 10 yil, 15 yillab kuyov hech narsa olib bermaydi. Men faqat bolalarimning otasiman deb faxrlanib yuradi-da, xotiniga bechora qaynata kiyim-kechak qilib yuradi. O'zini qiziga uzatgandan keyin. Yo'q, bunaqa narsa shariatda yo'q.